Ben sözler verir qarindoshlar. Chiqib ketmasam mayli, nazar qilishim botdi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid, Shvetsiyadan. Qaysi kuni bizningki ma'vo, bizningki emas, bularningki surgun hukumatningki faxriy raisi G'ulom Osmon Yag'ma beg bir yozma chiqaribdiki. Vatanparvarlik degan nima? Vatanparvarlik bir vatanning tog'larini, bog'larini, gulligini, sho'rliqini o'xshash muhabbat suyishdir. To'g'ri? Uning chegarasi ichidagi hamma bulung pishqoqni o'z yurtim, o'z uyim deb bilishdir. To'g'ri? Millatchilik degan nima? Millatchilik munofiqlar xorij millat a'zolarining har qanday qarindishim deb bilish. Millatchilik degan nima deganga? Millatchilik degan munofiq xorij millat a'zolarininki har qanday qarindishim deb bilish deydi. Bir millatdashninki olqiniga kirgan tikkanni ko'ziga kirgandek his qilish tuyg'usidir deydi. Xo'sh, G'ulom Osmon afandim. Salom sizga unda bo'lsa. Kelili. Yurtni so'ysanglar, vatanni so'ysanglar, birlikni so'ysanglar, xavarij, munofiq millatni so'ysanglar, nima deb 16 tashkilotni imzo etinglar dedinglar. 60 yaqin tashkilot etipadi. Keyindan uning ichidagi 25 tashkilot 27 ga yaqin yig'ilgandan keyin nima uchun 16si peshini qeqib chiqatdi? Nima uchun sizlarningki qilgan bayonotinglarga qarshi shu hukumatinglarni qo'llab qilib qolgan Shvetsiya Uyg'ur komiteti, Cumhuriyetçiler Partisi, Fransiya Uyg'ur birligi demaymiz-ku, Alijon Sayfullahning o shirkatlarning gapini qilmayapman. Ma'var haqiqiy balaning gapini qilyapti. Nima uchun bular sizlarga imzo etib bermadi qo'llab quvvatlab bayonotinglarga? Nima uchun siz Abdushukur Samsaq apandimga men qerib qopdiman? Men buningdagi o'zimni chatga olgandan keyin aslida nima qilay, men jiqishlarni buzib etdim deganda, men nima uchun millatning oldiga chiqib shu gapni dalanmaysiz? Agar vatanning tog' daryolarini so'ygan bo'lsangiz, nima deb vatanning chegarasining tog' daryolarini so'ymay Kanadaga inib keldingiz? Nima deb u tog' daryolarning orasida Osimkam deb ishiltib, unda bo'lgan chaqda bu yerga inib keldingiz? Men tamom saqchi emasman. Qonga kirgan odam o'zi biladi, faqat hozir ko'ringani Abdulhamid Tursun. U ishni faqat bir Abdulhamid Tursun qilmadi. Bu yerda qudratqulik qilish, izoh turish, kalla soldirish, adabiy obzor yozish, sizlarni toza qo'llayotgan birisi. Keyin udilimga chiqqan chaqga qilay. Urushib yuribdi bir vaqtida. Keyin bu ishlar yiqildi. Ablatnur Ajam so'yilib ketgan bolalarning uyiga kiribdi. Yolg'on pasportlarni ishlatibdi. Ajab ashnasan bizga beshet chiqib demadi ya. Ajab biz ashnalardan quruq ish nima Ali Masum demagicha Ali Masumni beshit o'zi chishildi, keyindan bu chishildi. Buning degan gapida shu kiribdi. Ali Masum degan chaqda bu odam telefonni Muhammadi boshni ichiga tiqib oldi. Ali Masum bu bo'pti, xoin bo'lsin, ham ashni qilgan bo'lsin. Lekin Ali Masum buni yaxshi taniydi-ki, sen pepeti maqsadlatding-ku. Sen bir turmalarga kirib chiqqanding-ku, nimni yolg'on gap qilsa deyotdi u. Dalbayop deyotdi. Vyop твою мать deyotdi. Ol nahvoy telefonni deyotdi. Bilsang-ku ruscha senmi deyotdi. Vatanninki shunda xavarishlarni so'ydi ekansizlar, munofiqlarni so'ydi ekansizlar. Xo'sh, nima deb 16 tashkilotni so'ymaysizlar? 16 tashkilot naringlarga taqashdi. 16 tashkilotni nima uchun paramparcha qilayotganlar? Uningki oqidagi ko'rinishinglar menga o'ylaqi og'zingni buzding, qilma, naq savolga keldi. Nima deb buzdinglar? Shuni sizlar buzdinglar-ku. Bütün isbotlar bor-ku. Məmtimin ala efendim siz aldırıp öngmey turing, sizga aldırmay kirimiz. Sizde jeq, sizde hikoya texi. Shuni buzdinglar-ku. Buzib, yog'alardan bayonotlarni e'lon qilib, endi ilaqi qilmagan ishinglar qilmadi. Endi cho'g' ilaqi gapning rostini sek pul. Pul elayotgamsizlar, olmayotgamsizlar. Qanday organization deyatsizlar pulni? Qanday organization deyatsizlar shu pulni? Nega shiltiryapsizlar? 2019'dan mı 2020'dan başlap
Elvatamsizlar, ammo atamsizlar hozirgacha umumiy avat qilinglar, bu yilnikini tek chiqmadi. Keyingi yili chiqaramiz, o pulnikiga ham qaraymiz. Shu pulning masalasi tufaylidan buzildi-ku deyman. Ay Dilyar yamanda bilib qoldi u. Nima uchun o 73-moddasidagi indigenous degan turistlar texcha? Nima deb xalq shuni avatib bersiz g'olamka? G'olam ustoz? Ha? Nima deb xalqqa ichilmaydigan manbalarni avatisiz? 7 turlik eng jon olg'uvchi manba 6 ga texi. Assangiz Google chiqadi kaviyada. Rost bilmamsiz ya ma ishninki cho'ngayib ketishni xohlamamsiz. Dutturum 15 pədə, baş pədə, yaman yədə. Oynıqılı qoymamsan, ko'nglim qalagan şədə. Dutturum 15 pədə, baş pədə, yaman yədə deb, bir pədə bir yədə var. Şu pədini çalvat, şu pədə onu qozma atıdı. Tağdikinin meselesi var, ya Otrasiyanın meselesi var, ya Abdettin'in tağın taşı yutub, senin bıqınınga kelib kavağından bağının meselesi var. Məyədə bir mesele var, ecilmavatqan. Bu sen naydı ustalıqla oynavatsa, bu oyanlıq, andamanda oynamatsa, çıraylık, debdebilik, istihbarat noktası, vay istihbarat noktasından cüret obul, 3 avla sürüştürürkense, Sayfullah tağdı jüge adam mocayet kırıp sağlık Xudayanı açıktı ki, hoş, istihbarat noktasından, bunu da İlyas Şemşir'den çıkarıverse arak geçti, Toğluq Abdurcaq'ın dadısı Fahriyan'ın işlemesi de bunu çıkarıverse, acaba bana çıkmayırken o. İstihbarat noktasından cüret obul, İstihbarat noktasından Abdurrahman Hasan, Xitayning Kompartiyasi beyitqan boy, peshiga chiqib o'qning pulini men beray. Onamni aytib qayda qilay. Ma'uning ichidagi istihbarat nuqtalari nima deysa? Mamtimin alaning 20 yil Rabia Qadir onasini so'ygunni nima deysa? Titanik mustaq urilgandan keyin qitiyning ketdi. Uni nima deysa? Buning gap yo'qmi? Ondan neslerge gap yo'qmi? Savol so'rab yo'qmi? Savol so'rab mening tutqunchiligim bordi, bizga tutqizib qo'ygandi. Bizda mening biznesam bor deb chiqib so'zlamamdim men. Nima uchun qadamlar so'zlayapti? O'zir biladi, ayni vaqtida kimga nimani to'kib sag'ini shon qisib o'tirdi. Nimani to'kib sag'an bo'lgandan keyin shu biznesam chiqib qolarmikin deb qisib o'tirdi. Bizning chikasimi mayli, vaqtdan soat kelgan chaqda bizga adil sotni Shvetsiya bexatarlik idorasi sot kesidi. Bizda masala bo'lsa, sen degandekidek. Bizda masala bo'lsa, ammo seningdagi mavu 16 tashkilotning buzilib etishningki narsa mavu planliq bu. Buningga sen iliq po'xni o'siriq bilan yapam yurtvozlik. Qara, yurtvozlikni qara, sen qilyapsa, tushundingmi? Farhod Tursunning kitobida seriq narsalar bor ekan. Sening kitobingdami og'ziga men gapirmay. Seriq narsalar bor ekan. Nima deb Gugum degan kitobingda Sayfiddinning gunohlarini yepib maqtab o'tib ketsa, nima deb o'zingning otishliqlarninkida masala ko'rilsa demaysa, nima deb Zo'rdin dadimizga, Abdurim O'tkir dadimizga, Zunun Qodir o'lib ketganlarni tatalab o'ynaysa, Meşage kelgan chaqda sürgün hukumatnikini Farhod Tursunnikini men olib ko'rsam saqla hotelning ichida 200 ming kron qalamkashlarga shuni jiddiy qilib judan qo'yib shakib saqlan oppoq qilib qo'ygan. Sen pul demasan shu puldan kelib chiqyapti. Demamsa, nimishga yolg'on gap qilsa, nimishga millatni aldaysa? Voy millatni suyish kerak. Voy andaq voy xo'p biz so'yapmiz. Yurtbozlik qilmadik adash. Uyda tatmida ochqadigan bo'lsam, Türkiye'deki bolsun, Avrupa içindeki bolsun, Avrupa asas cihetten yok. Bir işki. Bolsun, asas cihetten ben yardım kılanın hemmesi canıplık kıyırındaşlar. Yoldaşlar Suriye'ye kirket, tüge ketken hanım kızlar var. Başka bir canıplık kıyırındaşlar var, aciz kıyırındaşlar yardım bergen. Ben açta ağrıgan bolsam, alaq pul demeyme, özümden hulculuklarına berime. Hamma narsani yig'ib akalanmasak, Vesturiyon qilsak, men chiqarib beraman, meni tariximcha chiqarib beraman, meni kompyuterdan qilib qoladi. Cho'ng gapni qilmay, qarang. Men otishliqni yana bijdima emasam, mening otishliq men Londonda bir janjigar ag'inam bor. Beshiga ajoyib kun tushgan chog' meni mas qatgan. Hech kim as qatmaydi-mi? Senlar milliarder tuqqanlaring nima iliq aniki? O'zbekistonlik o mas qatmagan. Mana men as qatganchimi? Azroq bo'lsa-mu dal joyiga yetkazib tutgan. Hozirgacha untun qilmadim. Tushundingmi? Men undayliq berib turgandan keyin yeganning ishganning gapini qilmay,
Sizlar eşek so'rab kiryapsizlar. Men nurg'un qarindoshlarımizga Turkiyadagi otellik bo'lamdi, Qashqabash diramlik bo'lamdi. Allaqay tugab ketganimiz apchiko samsaq apandim biladi. Biz qaysi qarindoshlarımizning beshiga kunchisak qildik. Sen mayada ma ishni xato qilding. Ma tashkilotlar birligini sen buzivatding. Chunki mening ichida kelayotgan pul bor. A pul olsa bo'lmaydigan pul. Ani dilyar to'xtatsa mana deydi. Shuning uchun ajab mantimin a'lo bilmaydi ekan shu 200 ming dollarning ishini. Nimalar bilmaydi u odam? Ajab obchishkur samsaq bilmaydi ekan Qurbonjon Isamidan desam uni demayamdi. Desam boshqa bir gapni qildi, jingga to'xtamaydiganlar. Ajab bular bilmaydi ekan pulning ishini. Nima deb yo'shirsizlar bu? Bu o'zinglarning ichidagi hukumatning xodimlarida yo'shiryapsizlar, xalqda yo'shir. Nega shiltyapsizlar? Qancha odam part-time ishlatadi, qancha odam full-time ishlatadi. Necha odam ishlayotidi, necha odam kabintinglarda, necha odam qayerdan donation kelyotidi, qayerdan grant kelyotidi. Chiqaringlar xalqning oldiga udul. O sizlarninki o ilib hajlab o'ynaydigan bir shirkitinglar emas bu. Anda haqiqatan Amerika hukumati e'tirof qilmagandek hukumat bo'lsa, 19 million dollarni olsang, o chaqda hech qanday gap so'z yo'q. Bunda cho'ng bir davlatga ega chiqsa, mashru bo'lsang, o ilaqa sabit ta'minlamning qolgan o bu deb amantiminalar ko'payib ketdi. Sabit ta'minlamni bir to'tqitay epmangacha putini ochiqib qarab turib ekansan ku. So'ylib ketishiga, shu odamninki itilib ketishiga qo'rqmabdi ekansan ku shu chaqda. Abduqodir Damullami voy deb ilida yarg'i chiqib din meyada boshqa chiqyapman ilib deb qashqaga kirib o'zingni uyg'urlarni pichoqlab tashladi. Xudoyim uryapti shuning biz millatni. Shuning balasini tortyapmiz biz. O'zimizning davlat otalarini qo'g'diyolmagan, o'zimizning dindor olimlarni qo'g'diyolmagan bir odamlar shu o'ltirilishiga, so'yilib ketishiga, tog'dagilarning so'yilib ketishiga shu Xudoyim uryapti. Sen şu tağda düşgen bolsan, çıraylık şu mucahidinni qilgamsan, setilmagan bolsan, o davan eşer qorallık kurashni o'tdamigansan, şu ballı bo'lgamsa, bugünkidek erkek qirg'inchilik bo'lmaydi. Bu masala meyada ma pulning masalasi, mening to'la og'zimga jurtniki kirolmay. Ma pulning masalasi, mana Dilyar Musabay fuqas bo'lmaydi, fuqsin bizni to'xtatdi. Ma yahudlar elayotgan pullar bo'lmaydi. Bir tutashni enedini kim beryapti? Seninkini keyindikini qo'llayotgan kim beryapti? Xalqdan yo'shamay ochiq oshkor sen otsa, senda yo'q bo'lsa, mana bizda bor. Biz etib beramiz. Biz bekor chiqib atmaymiz. Sening og'zingnikini anglab boqaylik. Sen nima demoqchiman? Sen nima deb ma ishni buzivatgan, nima deb bir tarixiy sharoitsan kelsa, tarixiy sharoit taqdi keldi, taqdikini yo'q qilyapting. Tağda, bağda, oturasiyadikini yo'q qilib etishdan shu sen, men emas u yerda. Meni Xitoyning odami desangmi? Sen yo'q qilyapting uni, Asimka, Musulmonka, Pida, Azmat degan mantimin hazratlari faqat sana pul tegmaganlik yeri gulam. Sen pul tegmaganlik uchun sen mustaqilchi bo'lib oyoq berib 20 yilcha o'tag'andan 2019dan keyin Ahmad Javuzsan birimlarni qitlam, tashtaq chiqitlam siyosiy sahnada o'ynashga sana sharoit kelib qoldi. Bo'lmas jimir qisib o'tag'adan. Sizlar nima deb 2012dan boshlab Mahmud Qashqarning avlodi indigenes bo'lib ketibdi, bizni indigenes qo'yib deb yig'lab ketgan odam nima deb shu ayni vaqtida shu biladigansizlar Rabiya Qodirning atrofida sizlar munofiq degan Murat Ataman deysizlar, boshqalarni o'tiribsizlar-ku. Sizlarning kayninglardan berib boshqalarni bilmay ashlar bilan o'tdi, Rabiyani deb qo'ydi, maqtab qo'ydi. Keyindan ichildi mana oshning sababchisi sizlar shu to'g'ri yo'lda mangmoqliqku. Vijdon oyoq ko'ngilsin bo'lisizlar, vijdon u ko'ngilsin bo'lisizlar. Gollangarga Puhraviy sotqa Abduvali Oyib kiribdi, Zubayra kiribdi. Qadrimjon qarindishimizning gapi yo'q, yana u bol o'z chiltirish. Mening boshda qo'limda materiallarim batdi-ku. Ovozlar batdi. Agar sizlar yetmay qolganmiz, menda so'rasanglar men olib berdim o'zim. Yoki u sotqa meni kirgizgan unvonga tashkiloti bo'lani Akramdika ham. Agar tashkiloti degan bo'lsa, men baldur xabar qilgan bo'lsanglar, sizlar ancha oldi-ku, xalqaroliq jinoiy ishlar sotining ishini qilayotgani, bunday ishlarni qilayotgan. Men balduroq deb qo'ygan bo'lsanglar, ama o'zim yana bir tashkilotdan beni ichib qo'ydim, transportlik tuqqanlarni tizib uni buni qildim. 150 tuqqanim bor, 20-30 oylik. Qilib qo'ydim. Cho'ng tashkilotdan birini qilib bora olaydim. Ajab o'zingiznikiga imkoniyatlar ajab yurtga kelgan chaqda ilayotgan pulga
Afg'onistondagi Sayfullahninki yoki boshqa otishliq 15 tak oilelik bor ki. Diniy oshqonga mening bilishimcha mish, endi bilmayman oxirsini. Ularga go'sht, un, moylarni qilib ekraningda chiqarib etsa, bechar tag'diki qurol tutib mashq qilayotganlarni terrorist deysa, o'zing jannatning oshqishi degan kitobni yozib, butun odamni taqqa boshlab qo'yib, keyindan yana ularni u yoqda yana bir nimalarni yozib, qirg'chichib, hozir qanday fitnalar bo'lyapti, kimning dastidan bo'lyapti shu? Olam efendim kimning dastidan bo'lyapti ishlar? Kim o'tirolmay qilyapti? 16 tashkilot, 20-60 tashkilot itibadi-ku. Itibadi-ku. Aşı kichik balani ozdirib sali Xudoyam beshini payqab saran qilib qo'ydinglar-ku. Millatning nazaridan saran qilib qo'ydinglar-ku balani. Xotirjam bir yoshlar bilan ish qilg'ini qo'ymadinglar-ku. Meninkidimi molla saylandi, seninkidimi molla saylandi. Bir tuqqanlaring yana bir yerga ketib boradi. Nimishki yolg'on gapni qilsa, yolg'on gapni qilmay, rostni qila, po'qni o'siri qilayapti. Chiqa aka. Mana menda bo'lmasa Dilyar va Dilyar chiqdi san surgun hukumatning qanchalik nuqtayada qanday xatolik ketganlarini. Akademik shaklda chiqadigan odamman. Men og'zim buzuq, men rost chiqolmagan bo'lsam, chiqadigan odam bor. Sening o'yliqi mening so'zlagan videomning 30-40 minutlik yerdagi oxirsidagi 3 minutlik yani kesib olib, eliqi Abdurahman Hasan Ershad inimiz deb ketgan, voy bu uyg'oq dunyosi degan bir otishliq domulninki, o'lmoninki, va bolisi va nemqarim meningki, qayda qilib bermayman. Qayda qilib bermayman otishliq o'lmoni. Ay, o'tiramay qilishdan, tinim yezavatsa, kichikina videomni kesib to'g'liq yanib qirin. Voy menga ayni vaqtida voy men on qarabni bu gap qilmay cho'k. Ey! Po'qni o'sira qilyapman demay qara. Banidan tashlag'ini u meni nima deb tillatib, nima qil? Men vaqtdan soat kelgan chaqda manda ishlar tupaydi, men xili narsalarni ochaman. Ishimni qo'rqib qolmayman. Haqning oshi degan osh uyining oldiga berib turib namoyish qilaman. Kech kunduz qilaman. Tinmay ishlarni saqchikagicha. Butun kompyuter, telefon hamma narsani shu. Qandig'ing bo'lsang shundig'ini menkin tekshirtimi. Men bilan lechib qolsam, men menga to'g'ri gap qilyapman. Meningga xalqning oldida javob berib etishing kerak. Tag'idikiga bermasangmi, bag'idikiga bermasangmi, men 16 ta tashkilotning qanday chiqib ketganiga javob berib etsa, bermasang bo'lmaydi. Yomon olqiliq qilib qolding, unda o'ynama, yog'aladin. Men timinala efendim. Bizga degan, sabitdan bo'lam dedimiz shu etavatga tiqavatgancha 4 Xitoy mangancha butun otish xalq qilib mushta turib tikansizlar shu chog'da nim bo'pti ekan shu Uyg'ur xalq hozirmi shu ahvol shu boshqa o'zgargani yo'q. Shu tutib bergan shu munofiq millat o'g'ashda shuning dardini hozir biz tortyapmiz. Bizning ota-onamiz tortyapti. Biz Gollandiyalik sotqa bizni akirmadan meni davatman. Menda isboti bor odamlarni akirmadan davatman. London sotida yog'an artistlar deganlar ashadimi puhraviy sotida turdi. Rost ko'zdan qon yosh eqiyotgan birsi kirmadi davatman sana. Tushundingmi? Mencha qaray. Ilaqa qandig'ingdan bo'lsang qo'rqmayman, oldimni qilaman. Shir, tushundingmi? Yeyma qandig'ing bo'lsang berib. Saqchan kelamdi, polisin kelamdi, sana kim? Men vaqtdan soat kelgan chaqda aningdagi ishigingni tip, aynaklaringni, derazalaringni tashitib, sharmanda qilishib, ketmay hotel ep turib, pulimba, hisobimba mening yetidi. Qandig'ing ma'ishnikin aralashib buzmar edigan bo'lsam. Qilding-ku shuni? Yog'anmidi? Buzvatding-ku 16 tashkilotni. 25 tashkilotni. Nimishga yog'anga qilsa? Yurtbozlikni men qo'yib ketdimmi? Bütün pulni Yahudlardan alsa, taqdikilarni terrorist deb aqtash kitap qilsa, o'zingning Afg'onistondagi ajab otishlikni akatmaydi ekan-ku. Akatmisin, Xudoyim saqlasin. Ajab boshdan akatmaydi ekan-ku. Sening otishlik tuqqanlaringni guruch, un, moy, yemak-ichmak ashlarni qilsa, sen yurtbozlik qilyapsan-ku. Men yurtbozlik qilmadim. Men amaliyatimda yuragimdan chiqarib turib yordam qildim. Nurg'un qarindoshlar bor, lekin men o yordam qilgan qarindoshlarning ismlarini ta'lildan chiqarib o'tamayman. Uzr biladi xalq ko'ngilda. Men har yurtning odamiga qo'limdan kelishimcha qildim. Sen unda qilmading-ku, meni g'uljiloq deb kirgizmading-mi yo savol qo'yganim uchun? Ersha sendan bir savol qo'yganim uchun urumchilik uning qilmading-ku. Sen London soti, yolg'on sot o'ynadi, ammo uni menmi deydim, to'g'ri. U rost. Deganlar bilan juding'osh Abduvali Ayub, eliqi
nima Kerem Altay'ning ayoli. Ashlar bilan o'tirib qoladi ekansan-ku. Shu biz seni maydoni iniq, ular bilan o'tamaydi deb bildik. Dilyarning bir haqiqatan bir fushuchi bilan tushgan rasmi yo'qdi. U fushuchi yo'qdi, ya bir Tayvanga borgan ishi yo'qdi. Boshqa ishi yo'qdi. Bizning birdan-bir mashhuriyatini sen kim deb, sen kim mentimini ala? Latigoy. Xotining bilan festival qanchada inglizlar bilan ağzımni açmacıma mentimini ala, men seni xili xishingni bilaman, jim o'tdasan. O'ngmay gap qil. Sesqichiligimizni ochadigan bo'lsak, sening ravrus chiqidi. Eshil posmliq qo'y. Men sizga va'da beray, siz samimiy bo'l ekansiz. Men ko'rashtiraman. Qo'lingni poq kelmaydi atash. Sening huquq sening qo'lingda emas. Sening 1 gram narsang o'tmaydi. O'tgan bo'lsang, menga pulning nari ekanligini tekshiray deb yozamsa, yag'an bo'lsa men tartibni chiqarib qo'yman. Pulning nari ekanligini bilmas, nemishning ya ikki bolani ko'rashmisan bo'ldi onda odam bilan. Ishchingga chiqqancha buzgan bo'lsa qanday qilib deydim, vaqtda ayrilgani yaxshi cho'pdi. Har ishni bir hikmat deb. Mushu masala mening da'vat qilim. Seni tushunmagan bo'lsalar, yana yozmayasizlar, men chiqaverman. Menda to'shaq kayfiyat va energiya degan ashu urg'ib turdi va shu. Ya bo'lmasa, g'o'rlarida ketgan bo'lsa, eliq Abdug'aniyda bir so'g'i Gollandiyada. Ashning bilan Abdurahmon Hasanni avatinglar kamera ichib qo'ymay, 1-2 ga 1 o'ynayman. Ashki pipi bilan o'zim o'ynayman. 2 ga 1 chiqaman. Kelsin. Ya bo'lmasa, mening berishim saqlab o'tdasin. Voy taqa jur'at bo'ldiga lattiq qasqasvat ekan. Voy men g'olam tug'liq fikam dedi, desam, mening yoshligim yo'q deydi. Nima bo'ldi desam, men bizning millat qirg'inchilik uchrab g'ururim debsan deyotdi. Voy undas Kalashnikni mijnib nuri ko'chsa berangsan. Ya astag'firullah fikamda deyman. Ya undas nima qilsa yog'an vatanparvar o'ylab ya. Men g'olamkamni jinim bilan qo'g'di. Kel vizilib mana g'olamkamni jinim bilan qo'g'san, g'olamkamning oldiga chiqib ketyapman. Kel mana men bor. Qara kontikinga qiziqib qo'yman. Nima desang demam sadash, nima ishim bor meningki? Uningga qiziqadak majolim yo'q meningki. O'zimning ishida aldirashman. O'qiyotman, inglizcha o'qiyotman. Dilyarninki tashkilotida pul olgan yo'q. Indigenasda turib qolgan yo'q. Xalqaro qoida qonunlarni nayt yaxshi biladi, mukammal biladi. Oltinni zaga so'qsin. Qonunlarni, variantlarni, ishninki yo'llarning hammani biladi. Qalaymiqan pul olmaydi. Haqdan unda qalaymiqan pul olmaydi. O'zining qo'lida ishlayotgan bir chet ellik do'stimiz bor. Shunimi Tomarisning, Dilyarning, sirgin mana Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi va qo'llaydigan qarindoshlar akkauntini qo'yib qo'ygan. Mana ba'sanglar ashu ana donation degan ashu. Uni donation deymiz. Biz bilamiz o'ta emas. Ya'ni Yevropada 10 yil, 15 yilga odamning quligidan aql oqidi. Biz tushunalaymiz, tafakkur qila olamiz, bilamiz. Ya'ni oninki ommavotida u shuning uchun fushuchi boyak chaqasim bo'lmaydi. O'tamaydi unda yerda. O'tamaydigan sesam o'tamayman dedi. O'tamaydi. Unda yerda o'tamaydi. Xitoyda boyak tumaydi. Unda yag'an, o'zinglar London soti o'yinchiga, men London epoziti dedim. Yag'anchilik u bu qaqshab shirib shuning ichidagilar yana shu sotda o'tadinglar mana haqiqiy bir ko'zdan taram qon yosh chiqyapti. Opamdan deb yig'lab yurgan odamnikini nima deb akirmaysan meni? Sening akirish huquqing bormi yoki yo'qmi? Menga shuning javob bermay hozir po'qni usiriqlayib o'ynayapsan-da. U videomdan keyin kichiklarga janib qilib yig'ilishib. Kamamsan undas qo'raring o'saldimga. Dantga uchimiz birga bir. Kamerani ichib qo'yib turib. Chunki qarindoshlar biladi mening kimligimni. Men u gapni kimga qarshi tavatıman? Shu sanga o'xshab shu g'urursizlar qarshi tavatıman. Kelsin jur'at bo'l. Abdurahmon Hasan kelsin. Qurbonjon Isomiddin kelsin. Mana kim kelsa mana men bor. Avval chiqib chiroyli tomoq bilan mehmon qilib, o'taq uzib qanday o'ynaysa deymi? Qanday o'ynaysa, qanday desang shundaqa. Unda bo'lsa, ota-onangga imzoringni. Saqchiq bo'lmayman deb. Unda o'ynasang o'ynadik deymiz uni. Maqsad pul. Anangni pul, dadangni pul. Shu. İki perde, baş perde, yaman yerde deb, hayır biz tutqunga qaysingniki o'zing bilasan uni. Mening qo'limda o'sha narsa yo'q. Ammo menga nurg'un cho'nglar deb ketdi. Diqqat qiling fikam, bu ma ish to'g'ri imzoning ishi, lekin ma ishning ichidagi odamlar xato odamlar.
Biz mavi Maksum Kamlinke tağlayındı biz katip bop tuğa adamlar siz çıkışta uqmaysiz siz de bala asalla hayajon bilan chiqib qolasiz. Ma ishning iniga kelmayotganning sababi mayerga ma qonning masalasi hal bo'lgani yo'q ataqdikining baqdikininki. Shuning bu millat nim qilmaydi. Ay dilyarninki degani to'g'ri, yoshlar tutishimiz degani desa voy jimotiranga siz to'larlashmay ma imzoni atqizishmoyim. Deb degan anga aytaydilar degan xotin bolalar yantilab bo'lib ketdi. Shuning bilan shu mamtimini ala chiqib mashinada degan bo'lgandan keyin to'liq inimizga rahmat degan bo'lgan keyin shu tirishchanlikda qo'lga kelgan natijani buzib o'tgan bo'lgandan keyin mening haqqim borda mana xalqning ichida bir parcha xalq savol so'rash haqqim bor. Bo'pti o'zingning shaxsiy ishlaring tag'ning bag'nikini demagina bo'pti pulnikiga javob bera ilyaptamsa ammayotamsa shu pulni deb buzdingmi yoki voy ey munbarning ichidagi narsani qara hamma qanday urishding sayfulloh qanday chaqirib ketdi hamma narsa video shaklda bor sen chiq millatni oldida qo'yib bergan odam bor sen uni chiqmaysan qo'lg'ini yopirib olib unda yozim bilan uni bilan qilma desang u o'ylaqa man ustimdagi pepi tumaq emas ko'rdingmi mani birar shininki mauninki juninki birasining kiyigini ko'rib boqdingmi man qizil do'ppini kiyib boqmagandir man illiqni qizil do'ppisini jim o'tirangmi bo'pti unda bo'lsa qarindoshlarimsa xudoyimga omonat mushuni taqitib qo'yinglar shu beraversin javobini